Kani. Ha? Kepede curang. Yine soram size. Soram. Kepe. İmam tasan kan. Hop. Hop. Mazalı isle çıktırdık öyle. Bu xonani uzatamiz hepki. Onda no emosional durupmapki. Hava hakimiyatni bergan vajlarda. Ha. Yine berilerden şamanla girib atdı bolne. Hava shamol, sovuq, do'nglikda o'tiribdi bular. Hozir umumiy o'rtoqlar kartadan tushgan pul Shirinapkam 15 million pul yig'ilibdi. Bizlar endi ustalar kerak. Agar reklamaga bo'lsam, ko'ngildan chiqarib, masalan, insoniylik bilan yaxshi narx aytib bersalar, pul bo'lsam gaplashamiz. Direct yozinglar, yaxshi nomerlari telefon uringlar, gaplashamiz, maslahatlashamiz. Biz endi xudo xolasa remontni boshlaymiz. Xo'sh, yaxshi. Dayvergan-ov. Nechsiz? Yaxshimisizlar? Kepe. Bo'ldi. Ne? Bo'ldi. Ne kepe? Yaxshi. Uyda kim bor? Ne? Bering. Hadi Gulchehra-akam. Ne gap? Gulchehra-aka? Shu oriq ko'shni kiymadingizmi? İçanda durupmi? Ha? Ne kadar? Ha. Şuradami? Kanlar kanı. Oho. Amını yardınızmı? Bize bir isaplat çıkalı yaxşımı? Peki sağ ol, biraz şey. Şimdi ekan deseniz men yozib olaman. Gipsak odam bu normal değil oladi bu. Agar ko'ngilinglar bo'lsa, bizlarga 2 dona suvoqchi kerak bo'ladi, iltimos, direkt yozinglar. Bir de Yo'q, peş onu anu bırak. yangi pechmi? Yok bir yere bir onu var ekan ku. Menimcha yo'q. Ben şimdi yani aydım yaman bu tüylerini bilmem. Tek soğuk bunu rotmot yazarım 15 hafta. İşincha karta chiqaradi bir xil vaqtda. 20 kilo dedingizmi? Aa Gruntovka 20 50. 10 ştuk 90'lıktan. Suv ana shu kranning yo'qligi hisobi kerak. Aga. İşimi bu? Aşçılan tuvaletmi şu? Bunu. Ha, usta. Ha, hoş. Kepe. Kata. Git beraman. Hey. Ha? Kata. Karta? Ha. Palto? Ha. So'qishdingizmi? Kepe. Yaxshi. Saha. Chalo? Sofu. No? Sa. Ha, Naka. ishda. Ha, bo'ldi, ishondingmi? Yaxshi. Torting, Gulchehra-aka. Bye. O'tiring. Okay. Anası. Aldakçı diyeyim. Toplu kim yardı? Bu kadar. Ba, tungu bandi. Donguz diyeyim. Hey. Yaxshi, ikkalaman gitti. Kepe. Yaxshi. Kepe. Bo'ldi hozir aka. Alo. Hoy. Do'stlar, endi bizlarga ko'mak kerak bo'ladi. Maksimalni polchi, suvoqchi, qo'lini nov ish keladigan bo'lsa, usta bosh shu yerda Galavaraslar, Shovot tuman, Yangi O'zbekiston mahalla 12-bir ko'cha, Galavaraslar yana shu. Если что, Telegramda kanal ochib qo'ydim, lokatsiyani shu yerdan topa olasizlar. Kanalning adi Shu bola. Nice sensiz yotaman, seni baştan ataman. Yaxshi ko'rasizmi, Jahongir aka javobni? دخترکی جنگلم خوش آمده Do'stlar, Jahongir aka javobni kommentariyada belgilanglar. Bugun remontni o'yin guligi bilan davom ettiramiz. Gezip Türkiye Dubai'ni görmedim bu çırayını Gezip Türkiye Dubai'ni görmedim bu çırayını Ak bilekli gülayını yüzleri hoşurayını Bekzod Ismoilovni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rasizmi? Yasizmi shuni? Do'stlar, Bekzod Ismoilovni kommentariyaga belgilaymiz. Kutamiz esa. Xudoy bergan-ov. Hozir sizlar bilan nera boramiz ayting bugun? Bugun usta ukalarim qo'ng'ishlab pechni pula buzamiz deganini eshitib o'zlari buzishni boshlab berdilar. Shu momentda Mamet degan ukam 2-3 kun oldin klinikaga Xudoybergan kelsangiz protez yasab beraman degani yodimga tushdi. Xudoybergan bilan Gulchehra-akamni giyintirib, mashina o'ttirib klinikaga ketdik. Xudoybergan protezni tashlab berish mumkin. Shuning uchun stomatolog ukam bilan Gulchehra-akama dish qo'yishga kelishdik.
Rezultatni xudo xolasa ro'parasi bir haftadan keyin ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Sizning ishlaringizdan boqib, sap-sap chiroyli ishlaringiz bo'ladi endi, xudo xolasa. Hazrat ovqatingiz yaxshimi? Imonat bilibiriz. Jihatga Gesak Botir bilan Bobur uje pechni buzib tashlablar. Yashanglar ukada o'zim ham qarashib berdim ozgina. Hali bugun gördüm. Like bosdingmi? Hava. Podpiska bosdingmi? Hava. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Blogger. Isaf. Ertaga ko'maklashmashga kelaman. To'shna? To'shna. Bo'ldi, kutaman sizlarni. Yana kimlar keladi shunda? Yorqin singlimizni ko'rmakka keldik. Hozir 1 soatdan keyin Hindistonga uchib ketishi kerak ekan. Sen ading kim? Mehrnaz. Meniki Otabek. Adam gülme bilen yaptı bu iki. Yorqin, yaxshimisiz? Rasmda do'st tursiz ekan, hozir siz hozing. Tinchlik tashxis qo'yildi. Niyaz damarlardan çıkan vesimde. Neringizdan og'riq bor? Oyog'imda beradi. Tromb bo'lib qoldi Rossiyada. Avvalam nevrologический deb davolab izlamay keyin beramen bo'lib qoldim, ustuna ustak onkologический deb aniqlandi. Yorqin ayni qizi davolasa ekan. Sen nima qilsan? Apam yaxshi bo'lib ketsin. Ha, naning sizlardan. $15,000 kerak, $5,000 igna olgan hozir. $5,000 bor, yig'nalgan. Bir ata 10,000 bering, yaxshi borib kelsinlar, xalqimiz shunday qo'llab-quvvatlasin, iloyim. Aman sohbatliyiz. Yardım berip durgan sahavet bir şey yurttaşlarımıza, yıksalları için hemmesine Allah razı olsun. Atabek balam sana adam. Sefer aldığından gelip dursan bir ümit berip. Hammani oilasida salomatlik bo'lsin. Yorqin ay sog'-salomat borkan, xudo xolasa. Hop. Ihson aytaman degan, shu nera nov ko'mak etsam ekan degan odamlar maksimal yetib borish uchun kommentariy ko'p yozsangizlar ham, ko'p odamga yuborsangizlar, odamlar egasini yetib boradi. Opang qiynalib turganini ko'rib turibmisan? Opang yaxshi bo'lsin, xohlaysanmi? Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa, opang. Gapiramanman. Bugun kutilmaganda Bekzod Ismoilov keldi. Yaxshimi? Yana Qozoriston keldi og'amiz. Islomon bilan Sarvaram. Sizni ham ma'zangiz qachib o'tdi, tushunib kel. Sizni hozir kasal bo'lib taqdimga o'tdik. Yaxshimisiz? Gaz yo'q-da. Hop. Olmasın Jora. Bular bir Allah suygan insonlar bular. Borlariga shukr. Men do'stlashib ketdi bek. Qo'shiq aytamizmi, o'ynaysizmi? Ayda bir barganımlı köp gördüğümü bir kucaklap kendine öldüğümü Gezip Türkiye Dubai'ni görmedim bu çırayını Gezip Türkiye Dubai'ni görmedim bu çırayını Akbelekli gılayını yüzleri uçurayını Ustozimiz Jahongir Otajonov ham kelsa, xudo xolasa, shu videoni Jahongir Otajon ustozimizga tashlab qo'yamiz. Barcha san'atkorlardan iltimos qilib so'rab qolamiz, kelib bir mana shu oilaga bir yordam qilib, bir ko'ngilni ko'tarib, bir jup qo'shiq aytib ketsanglar, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'shiq aytacak-ku. Benim. Oqshomgina qo'shiqni o'ynab turdik. Bugungina hurmat etib turib, e'zozlab keldilar. Ma Instagramdan tashladi-da, muxlislar nelar hamma yozib yotdi, boring savob bo'ladi deb va'daga muvofiq keldik. Baringizga shukr, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Endi ustoz san'atkor shu Jahongir Otajonovdan kecha aytgan ekansiz. Tashlab qo'yasizlar o'zini ustozdan. Sog' bo'ling. Taytida kelaman, yaxshiman? Xudoyberganov, assalomu alaykum. Tinchsiz? Jolimsiz? Boşu. Hozir tushaman. Bir yig'nalgan. Sizni ko'rmakka keldimmi? Tamam. Tamam, kelaman. Bugundan gap to'layna. Kimga mumkin? To'y bo'ljakmi abi? Videolarda görüp tutmaz. Podpiska bosganmisiz? Bosganmi? Qani ko'rsing kan? Bosilgan sizni. Rahmet. Ortiqam ustoboshimiz yana Ziyodbek do'stimiz akasi bo'ladi. Urganchdan kelib yana shu yerda shuni ko'mak etib turdilar. Borini shukr. Nasos qo'yatiramiz. Tez Urganchda aktiv bo'lib turibdi. Endi ovqat o'tiramiz ha. Vo! Ko'pak ketmi? Yana gel. Bizi berdi ko'makchilik hammamiz. Og'iz birchilikka qaranglayni. Ko'makchilarimiz keldi. Valakim yaxshimisan Sultosh? Yaxshimisan? Ey seni. Xudo behisob shukr, hammasi yaxshi bo'ladir. 夜阴一阳，只为刀仔细东来。 Hey, kim bu bola? Krasovkada. Leningradda taksi. Adresini tushuntirolmadim. Megavoz kasatating, lokatsiyani belgilasangiz bo'ldi, shu yerga keladi. Oldim. Adresni ayting.
Megago ilovasında bemalol kinolar ham ko'rib bilasiz. Kelishimiz ham kuzatib o'tirasiz. Buloqda aziz bor. Mayka qo'shib berdilar. Tenceram dükanına geldik. Meliket çıkarıp veremiz sizi. Vay bergen ha. Bugün Nadir Vafo geldi. Deganimiz bor. Malik emas, xalqniki. Xudo bergan. İçanda. Gelin tanıştıram. Shuna bir eshik kerak deb turib bir ko'rsatib bersangiz. Yig'sanglar bo'ladi. Bormi? Ha. Ko'rsatib berdim. Kommentariyada iloji boricha shu roziman deb ko'zazda bo'ldi. Nilufar qizimiz ham atak qo'yganimiz bor inshaalloh. Abdushik. Narsa minus bergan. Yaxshi bo'yatırmisiz? Şu ayağa turib, o'zingiz yaxshi kayfiyatda kelishingizni kutib turibmiz. Sizga yana shu rahmat aka. Shu bizlarning sharoitimizga, tumanimizga. Xalqim qarab turmaysizlar umiddaman. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Hammangizga rahmat. Oilalaringizni sog'lik, salomatlik tark etmasin. To'liq videoni Nadir Vafoning YouTube kanalida ko'rsangizlar bo'ladi.